davomiy xiyonat mani birga yashashga, hayotimni davom ettirishga to'siq bo'lyapti. Kechira olmayapman. Hilol opa, turmush o'rtog'imni yaxshi ko'raman. Lekin davomiy xiyonat mani birga yashashga, hayotimni davom ettirishga to'siq bo'lyapti. Kechira olmayapman. Xiyonat aslida nimadan boshlanishiga urg'u berishimiz kerak. Siz o'zingizni fikrlaringiz asosida siz bugun nima uchun erim xiyonat qilyapti degan savolni siz eringizga yoki o'zingizga berishingiz mumkin. Masalan, kimdir eriga nisbatan beradi, kimdir o'ziga nisbatan. Siz agar o'zimdan boshlamoqchiman desangiz, o'zgarishi. Demak, erimni xiyonati men bilan bog'liq. O'zimni harakatlarimda nimani o'zgartirishim kerak degan savolni berishingiz natijasida deylik, oddiy savol. Masalan, siz qanaqa yo'l tutishni boshladingiz, qanaqa harakat tutishni boshladingiz, qanaqa reja qilishni boshladingiz? Nima savol berdingiz o'zi aslida o'zingizga? Yaxshi turmush o'rtoqmanmi? Yaxshi, juda ham chiroyli savol. Qarang, urg'uni o'zingizga berganingizda, demak, javoblar chiqishni boshlaydi. Qanday javob chiqdi? Harakat qilishim kerak. Juda ham yaxshi. Bu degani, demak, er-xotin o'rtasidagi balansning yo'qolishi. Balans shunaqa yaxshi narsaki, siz agar anglasangiz, demak, sizda kamchiligim bor. Ya'ni men o'zimda kamchiligim bor degan tushunchani qabul qilganingizda, izlanishingiz kerak, o'qishingiz kerak, o'zim ustimda ishlashim kerak degan fikrlar paydo bo'ladi. Bilasizmi, sizga yana ham osonroq imkoniyat, zo'r imkoniyat 11-dekabr 15:00 da ustozimiz professor Zarfboy Ibodullayev bilan birga bo'ladigan Mening naslim deb nomlangan seminarga tashrif buyursangiz, juda ham yaxshi imkoniyat, sizga barcha savollaringizga javob olasiz. Azizlar, biz sizlarni 11-dekabr Balans Ayko markazimizda 15:00 da kutib qolamiz.